Assalomu alaykum. Sadi TV kanalidan Sodirjon sizlarga yangi video ma'lumot qilishda davom etamiz. Bu galgi ma'lumotimiz showroomdan bo'ladi. Showroomdan ancha ma'lumot qilmadik. Narxlar o'zgardi, profillar ma'lumotlari o'sha bo'lsa ham baribir narxlar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishni davom etadi. Agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli eshiklar romlar kerak bo'lsa bog'langlar. Video ma'lumot berishni boshlayman. Mana kirib kelganimizda bu tomonda ikkita romimiz bor. Kelinglar, birinchi ma'lumotni plastik seriya 8000 Engelbergdan beraman. 8000 Engelberg bilasizlar 6 kameralik lyuks profil hisoblanadi. Ochilish yopilishlari juda ham zo'r. Ochilganda 8 cm profilni ichki kesimini ko'rib chiqamiz. Ichki kesimga keladigan bo'lsak, mana profilda 6 kamera, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi kamera hamda temir detal bor qayrilmasligi uchun. Bu 2 qavat hamda 3 qavat oynani oladi bemalol. Oynaga 3 qavat bo'lsa, yana ham shumizatsiya, ya'ni issiq sovuqqa hamda ovoz shovqinlarga chidamli bo'ladi. 1 kvadrat metr bugungi kunda men dollarda aytaman, sababi ko'pchilik bizni chet tildan ko'rishadi. Shuning uchun hisob-kitobda adashishmaydi. O'rtacha 1 kvadrat metr 180-190 dollardan boshlanadi va Shotlandiya energiya tejovchi oyna 3 qavat bo'ladigan bo'lsa, xohlasangiz bittasini oq, bittasini yog'li, bittasini energiya qilsangiz ham bo'ladi. Buni tashqari ko'rinishi juda ham chiroyli. Tashqi ko'rinishga men diqqat bilan e'tibor qilsanglar bo'ladi. Asal avvalgi holati ham bor. Xuddi Termo 8 o'xshab qalinligi juda qalin. Mana ko'rishingiz mumkin. Tashqari tomonda vodoslив bor. Vodoslив mijoz o'zi aytsa qo'yiladi. Vodoslivlar 1 metr o'rtacha 95 ming atrofida chiqadi. Bitta romga 200 ming atrofida boradi. Agar 2 metrli rom bo'lsa. Podokoniklar 2 xil podokonik bor bizda. Avvalni bor. Avvalni degan mana holatda va tekis to'rt burchagi bor, standart deyiladi. Podokoniklar romda o'sha eni bo'yi qarab razmeriga 15 cm dan 60 cm gacha chiqadi. Ko'rib turgan romlarimiz juda ham chiroyli. Razmerini aytaman, 1.70 ga 1.60. Keyingisi eshigimiz bu Termo 57 eshik. Eshiklar uchun eng yaxshi yechim bu alyumin seriya. Bizda bilasizlar, alyumin seriya eshikdan foydalanamiz. Ochganda 5.7 bo'ladi. 3 kameralik. Buni ham profilni ko'rsataman. Mana 3 kamerali 5.7 juda ham zo'r. Orasida polimer qoplamasi bor. Issiq seriya. Bu yangi bilasizlar Termo 57 oldin yo'q edi. Imzoga endi kirib keldi. Oynagimiz energiya tejovchi. Mana titan ko'kimtir. Rangi keladigan bo'lsak, Alux Antras rangini bu kraskalik, ya'ni 306G deydi. Laminatsiyadan ko'ra narxi arzonroq, lekin laminatsiya qilganlar yaxshi. Bu issiq sovug'iga hech qanaqa ta'sir yo'q bo'lsa ham artishga sal noqulay. Ochilish yopilishlari mana ko'rishingiz mumkin. Quplash tizimini tepa qilish. Men tashqari tomondan bo'g'oz xona ichiga ko'rinishi, eshik tashqariga ochiladi, xona ichida shtampik, tashqariga ochilish. Tashqariga ochilish bo'lganligi uchun hamma eshiklarning ko'rinishi qalin bo'ladi. O'ylaydilar, o'sha narxiga aytib o'tadigan bo'lsak, o'rtacha 180-190 dollardan boshlanib, laminatsiya, energiya oyna, shotlankalar bilan bu ham 220 dollar qarab ketaveradi. Baribir termo profil, alyumin seriya qimmatroq. Sizlar eshik derazani narxini kvadrat bo'yicha olib hisob-kitob qilmaylar. Bu noto'g'ri telefon ham qo'yib qo'yib, "Uka, menda mana bu razmerda eshik deraza bor, jami uyimga nechta pul ketadi" deb aytilib, shuni hisob-kitob qilib beraman. Va keyingi mahsulotimiz bu 7000 Engelberg plastik seriya, juda ham chiroyli. Shvetsarskiy profil 5 kamera. Ochganimizda buni ichida 5 ta kamerasi bor. Issiq sovuqqa chidamli, tashqari ko'rinishlari chiroyli. Rangi zolotoydi. Ruchkalarimiz ham germanskiy o'sha rotoswing hoppe tushadi. 2 qavat hamda 3 qavat oynani bemalol oladi. Bu tashqaridan issiq sovug'i yaxshi tushadi. Hozir ichkaridan ko'rinishi, tashqaridan ham ko'ramiz. 7000 Engelberglar ranglari juda zo'r ranglar bor. Sheffieldskiy betonli duklar bor. Alux Antrazitni yangi metbrash antrazitlari ham bor. Mana vodoslив holatlari, profillar mana avvalgi holatda. Buni standart 180 ga 180 2 metr degan bo'ladi. Standart deganda uzunasiga bemalol qilsa bo'ladi. Hech qanaqa muammo keltirmaydi. Ikkita chekka ochilish. Buni kvadrat metri 140-150 dollardan boshlanadi. Yana xuddi hammasiga aytib o'tganimdek, qo'shimcha mexanizmlar bilan bu ham narxlar o'zgaradi va bugungi kunda eng ko'p ishlatgan profillarimiz 6000 Trio mahsulotimiz. 6000 Trio 3 ta kameralik. Bu 6 cm ochganimizda mana shu 6 cm issiq sovuq. O'zbekiston iqlim sharoitiga juda ham zo'r. Uylarga qilsanglar splashli fasonda, xohlasangiz arka fasonda, xohlasangiz o'rta ochilish, har qanaqa fasonga zo'r to'g'ri keladi va bugungi kundagi 1 kvadrat metri 110 dollardan 120 dollargacha chiqadi. Endi bunda ham o'shanaqa Shotlandiya qo'shimchalar bilan yana 130 ham chiqib ketishi mumkin. Mexanizmlarimiz bunga turetskiy Fornax tushadi, roto tushadi, Winhouse tushadi. Ruchkalarimiz mana rotolik ruchkalar, dvoynoy mexanizmlari mana ochilgan holatda. Juda ham chiroyli. Misoldan mana shunaqa fason yasataman, nechta pul to'g'ri keladi desang, 4 million, 4,5 million chiqadi. Mana shunaqa fason. Обычный holatda, misoldan ko'rinishi mana shunday holatda 2 ga bo'lib bir tomon ochiladi desanglar, 3 million 100 ming atrofida chiqadi. Imzo kompaniyasi mahsulotlari narxi qimmat tuyulishi mumkin, lekin sifati ish berishi, bugungi kundagi energiya samaradorligini ushlashi, mana hozir energiyalar qimmat, uyda tez isitib, tez sovutish uchun ko'p energiya sarflanadi. Bularda issiq sovuqqa juda ham zo'r holatda. 6000 Trio juda ham zo'r yechim. Endi 6000 Trioni uni kichkinaroq, ya'ni 6000 Quattro bor. Buni kamerasi 4 kamera, lekin stenasi yupqa. Buni ko'p joyga tavsiya qilmayman. Buni quyosh kam tushadigan joylarga qilsa bemalol bo'ladi. 6000 Quattrolar kvadrati 100 dollar, 110 dollar. Bundan 10 dollar, 15 dollar arzonroq yuradi. Bu ekonom seriyada turadi.
Profilni ko'rdinglar, endi chempionga o'tamiz. Chempion eshiklar, hali aytib o'tib ketganimdek, eshiklarimiz o'sha alyumin seriyali eshiklardan foydalanadi faqat. Alyumin seriyali eshik ochilganda bu bir kamerali profil 4.7 chempion mana односторонний kamera. Bu sovuq seriya hisoblanadi. Buni masalan kirish eshiklariga qo'ysa ham bo'ladi, lekin issiq sovuq bu ushlamaydi. Ko'rishingiz mumkin bitta kamera, 1.4 stena. Endi buni fasonini xohlasanglar splashni oyna, xohlasanglar tagini bo'g'ib, bugungi kunda biz bularga bu o'zining ruchkasi. Biz bunga faqat termo ruchka, termopetla qo'yapmiz. Juda ham zo'r, ochilishlari yumshoq bo'ladi. Videolarimizda qo'yganman, ko'rishingiz mumkin. Buni kvadrat metri $160 dan boshlanadi. Bir qanotli eshiklari hamda ikki qanotli eshiklari narxi har xil chiqadi, chunki qanot ko'paygan sari mexanizmlar qo'shiladi. Agar sizlarga shunaqa chempion kerak bo'lsa, aytsanglar, hisob-kitob qilib beramiz. Va bugungi kunda eng zo'ri Termo 65 profili juda ham ko'p foydalanamiz. 1.60 ga 2.30, 1 kvadrat metr $240-250 dan boshlanadi. Lekin sizlar bu aytayapman kvadrat hisob kitobni olmanglar, razmer tashib bersa hisob kitobini chiqaramiz. Qalinligi 6,5 cm bo'ladi. Kosaning qalinligi, e'tibor qilasizlar. Kosa 6,5 cm, eshikning ochilish qanoti tashqariga 7.3 bo'ladi. 7.4 desak ham bo'laveradi qalinligini, bemalol. Ochilish-yopilishlari yumshoq mana. Shatlankalari bilan juda ham chiroyli. Rangi betonli dub. Buni high-tech fasonga pastdan tepagacha qilsa ham eshigini ham romini foydalansa bo'ladi. Romini ko'rsataman shu o'rinda. Mana bu yer kirganimizda mana Termo 65 ning romi. Mana shu rom pastgacha bemalol ochilish. Mana rom bo'lganda mana ichkari ruchka, tashqari ruchka bo'lmaydi. Alux antrazitdan energiya tejovchi oyna qo'ysa yana ham chiroyli chiqadi. Buni ranglari ko'p termoni. Termoni kvadrati $250 atrofida chiqadi. Termoni mana ichki kameralarini ko'raman sizlar. Hozir bu 78 niki, termoniki u tomonda ekan. Bu ham 3 kamera bo'ladi termoniki. Mana ko'rdik. Termoni eshigini ham ko'rdik, derazasini ham ko'rdik. Endi eng premium klassiga o'tamiz. Premium klass deganda Termo 78. Termo 78 ochilganda 708 cm lik. 78 ni nimasiga ko'pchilik tanlashadi? Sabab mana tashqari tomondan romni ko'rinishiga e'tibor qilyapsizmi? Bu umuman takrorlanmas. Boshqa romlar bunaqa holat yo'q. Mana hozir bu tashqari tomondan ko'rinishi, eni bo'yiga keladigan bo'lsak, 1.60 ga 1.80. Buni zo'r tomoni mana shu qanot bemalol ochilish yopilishni oladi. Mana shu yerda 2-3 yildan beri namuna sifatida turibdi. Ochilish mana hech qanaqa osilmagan rom. Mana qanoti katta turibdi. Plastik seriyadan qilamansiz, katta qanotda qiynalasiz. Hammanda shtulpniy mexanizm. Shtulpniy mexanizm ochilganda o'rtada ustun qolmaydi. Tekis holatda $270 atrofida chiqadi. Termo 78 da ikkita qanot ochilish, двойной mexanizmlar plus minus qarab chiqaradi. Двойной mexanizm ham bor. Двойной ochilishlar. Endi buni katta qilib uy solsangiz, ikki etajli qilib, juda ham chiroyli qilib, Termo 78 eng zo'r yechim. Romni ko'rdik, endi esa eshigiga keldik. Eshik endi bu S-klass eshik, avtomobil S-klasslar bo'ladi, bilasizlar, hammasi komfort, xuddi shunaqa. Ochilishiga e'tibor qilasizlar. Yopilishni mana. Juda ham boshqacha, juda ham yumshoq mana. Sheffieldsga seriya rangi, bu tashqariga ochilish, avvalgi holati ham neobechniy. Bu ham o'sha $250-270 gacha chiqaveradi. Misol oq oyna qilib, ranglarini oddiyroq qilamansiz, narxlari arzon bo'ladi. Mana 78 ko'rinishini mana bu yerdan ko'ramiz. Termo 78 profili mana. 3 ta kamera ko'rishingiz mumkin. Palamit ham qalin. Tashqariga ochilish, ichkariga ochilishga qarab profillarni ko'rinishi o'zgaraveradi. Qarang, 3 qavat oyna qo'yib qo'ygan, namuna sifatida bemalol 3 qavat oynani o'z ichiga oladi. Ko'rdinglar-a? Termo 78. Bemalol buyurtma qilsanglar, men Namangan shahri Navoiy ko'chasida joylashgan bizning ofisimiz. Biz Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab xizmat qilamiz va oxirida ko'rsatadigan romimiz Termo 98. Termo 98 profili endi bu Lux Premium juda ham yuqori. Mana 3 ta kamera, palamit qalinligini ko'ring. Dabavishning rezinaga e'tibor qiling. Hamda oynalarning qalinligi 2 ta 6, 1 ta 4. Endi buni qayerga qo'ysa bo'ladi? Buni rosa mana shu biz yo'limiz Namangan, Navoiy ko'cha bo'lsa, mana dom, har doim mashina juda ko'p o'tadi. Shovqindan umuman jimjitlik xohlash kerak bo'lsa, mana shu qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu tomonni ochib ko'rsatamiz. Juda ham zo'r. Sizlarda eshik deraza endi ehtiyoj bo'ladimi? Endi g'ish bilan qilyapsam, necha razmer tashlash kerak? 100% mutaxassis sifatida men bemalol sizlarga tavsiya beraman. Telefon qilsalaring, qayerga necha pulga qanaqa ketadi? O'zbekiston bo'ylab barcha showroomlarimiz bor. Bog'laninglar, hisob-kitoblarni qilib beramiz. Hamma hisob-kitoblar kompyuter orqali, bu imzoning rasmiy ofisi, haqiqiy dilleri, bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Mana bu yerda oyna namunalari juda ham ko'p ko'rsatib o'tilgan. Biz top showroom qatorida turamiz, ya'ni eng ko'p buyurtma olgan showroomlar qatorida.
ko'rishingiz mumkin. Bizga bemalol ishonch bilan buyurtma bersanglar, Xudo xohlasa chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.